Har bitta xonadonga bosim rostlagich uskunasini o'rnatish bo'yicha ishlar qilinyapti degan axborotni berdingiz-da. Bu qancha qismni qamrab oldi? Bu borada amalga oshirilayotgan ishlar bu har bitta xonadonga individual tartibda bosim rostlagichi o'rnatilishi bu faqatgina yerli xonadonlarda amalga oshiriladi va bugungi kunga kelib 1,4 million dan ortiq iste'molchilarimizni ikki bosqichli tizimga o'tkazish imkoniyatiga ega bo'ldik va bu jarayon bugungi kunda ham davom etib borilmoqda. Bu yil 12 oy davomida bu jarayonni to'xtatish niyatimiz yo'q. Hozirgi kunga kelib turib yerli xonadonlarimizni qariyb 50% qismini ikki bosqichli tizimga o'tkazishga ulgurgan bo'lsak, bu jarayonlar har yili belgilab beriladigan o'sha kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ko'rish borasidagi hukumat tomonidan beriladigan qaror talablari va ularga qo'shimcha ravishda hudud gaz ta'minot aksiyadorlik jamiyati o'zini mablag'lari hisobidan iste'molchilarimizni yaqin kelajakda ikki bosqichli tizimga to'liq o'tkazish imkoniyatiga ega bo'ladi.